Rishton tumanida milliy bayram sayillari ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Bugun tumanning Alisher Navoiy mahallasida Qudratimiz birlik va hamjihatlikda shior ostida ma'naviy-ma'rifiy bayram sayillari katta tantana bilan o'tkazildi. Mazkur mahalla aholisi tojik millatiga mansub bo'lib, azal-azaldan mehmondo'st va millatlararo totuvlikni qadrlaydigan xalq hisoblanadi. Buning yaqqol misoli tariqasida bugungi tadbirda ham o'zbek, tojik, qirg'iz millatiga mansub jamoatchilik vakillari mehmon bo'ldilar. Mazkur mahallada turistik maskanlar borligi uchun tez-tez xorijlik mehmonlar ham tashrif buyurishadi. Bugungi bayram sayilda bo'lgan yevropalik mehmonlar bizning urf-odatlarimiz, o'zaro do'stlik rishtalarini ko'rib lol qolishdi. Rishton tumanida bo'lib o'tgan bugungi tadbirda prezident maslahatchisi o'rinbosari Qahramon Sariyev, viloyat hokimi o'rinbosari Mirzohidjon Ubaydullayev va Xurshid Ahmedovlar ham ishtirok etishdi. Shunday ekan, qudratimiz birlik va hamjihatlik o'z isbotini topdi. Bugun tarixiy qadamlar tashlandi. Ya'ni O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari uchrashdilar va tarixiy shartnomaga imzo chekdilar. Shu bilan birga Quvasoy shahar Bog'bon mahallasida ham bayram va shodiyona sayillari o'tkazildi. Tadbir doirasida milliy o'yinlar va sport musobaqalari tashkil etilib, sahnada taniqli san'atkorlar tomonidan tayyorlangan konsert dasturlari ham namoyish etildi. Mazkur tadbir mahalla aholisining hamjihatligini mustahkamlash va milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib qilish, yosh avlodga vatan tuyg'usini singdirish uchun muhim ahamiyat kasb etdi.